Turkiyadan deportingizni ochib beramiz. %90, %80, %70 vizalar chiqyapti deydiganlarga pul berishdan oldin meni YouTube sahifamdagi videolarni bittalab ko'ringlar. Birovga pul berishdan oldin, erinmasdan. Bu videolar 5 minut, 10 minut, 3 minut shunaqa. Bugun sizlar bilan C102 tahdid kodi haqida gaplashamiz. Kimlarga C102 qo'yiladi va uning taqiq muddati qancha? O'z ixtiyoringiz bilan chiqib ketsangiz, kimning qo'lida C102 tahdid kodi bo'lsa, taqiq muddatining boshlanish va bitish tarixi yozilgan bo'ladi. Ya'ni qachondan boshlanadi, qachon tugaydi. Tugagandan keyin 3-4 kundan keyin Turkiyaga qaytib borishingiz mumkin. Kimda C102 kodi bo'lsa, agar jarima to'lamasdan chiqib ketib C102 olgan bo'lsangiz, kirishda to'lab kirasiz. Jarima pulim oshadimi desangiz, oshmaydi. Har ehtimolga qarshi 400-500 dollar, 300 dollar ortiqcha pul olib oling. Oshadimi, yo'qmi, birovdan so'rab o'tirmang bu narsani. Taqiq muddat tugadi, 4 kun, 5 kundan keyin jarima puli va undan tashqari yana qo'shimcha pul olib oling. Aeroportda dollarni past ko'rib hisoblaydi, yana yoningda puling bormi deb so'rab qolishi mumkin chegarachilar. Xo'sh, kimlarga C102 tahdid kodi qo'yiladi? C102 bu 6 oylik kirish taqiqi umuman olganda. Qochoq qolgan muddati 6 oydan oshgan, 1 yil yetmaganlar jarima puli to'lasa, C102 tahdid kodini oladi. Yoki qochoq qolgan muddati 3 oydan oshdi, 6 oyga yetmaganlar jarima pulini to'lamasa chiqishda C102 tahdid kodini olishadi. Ya'ni 6 oyga deport bo'lishadi. Shartli kirish qilsam bo'ladimi deganlarga, yo'q, do'stlar, shartli kirish u C103 da ham, C101 da ham yo'q. 2025-yil 20-fevralda shartli kirishlarni rasman bekor qilgan. 81 ta viloyatiga Turkiya ko'ch idorasi xat yuborgan. Bundan ortiq, ya'ni bundan keyin mana shu sanadan keyin shartli kirishlar bekor qilinadi xorijiy davlat fuqarolari uchun deb. Shartli kirish ba'zan bo'ladi, o'sha 3 oyga deport bo'lsa, 6 oyga deport bo'lsa, taqiq muddatini tugatishni kutmasdan viza olib boradigan talabalar bor, o'ranchi. Ana o'shalar shartli kirish qiladi odatda. 10 kun ichida talaba o'ranchi kamatiga murojaat qiladi. Keyin u yerda ham qochoq qoladi, chunki qabullar yopiq, universitetda u fakultetda joylar qolmagan bo'lishi mumkin. Bunaqa murojaatlar ko'p menda. Yana kim shartli kirish qilish mumkin? Shu orada aytib ketay. Endi mavzu C102. Yosh bolalar, ota-onasining yashash ruxsatnomasi bo'lsa, 18 yoshga to'lmagan bolalar 3 oyga deport bo'ladi-yu, o'shalar misol uchun yoshiga qarab 10 yoshdan kichiklar adashmasam shartli kirish qilish mumkin. Ba'zi hollarda kiritdi, ba'zi hollarda yo'q. Buni ham ma'lumot tarqasida aytib o'tib ketyapman. Xo'sh, C102 yana kimlarga qo'yadi? Qochoq qolgan muddati 3 oydan oshgan, 6 oyga yetmaganlar polis ushlab deport qilsa sizni jarima to'lash imkoniyatingiz bo'lmaydi-ku. Umumiy, ya'ni qo'lga tushgan kuningizgacha 3 oy qochag'idim demang. Umumiy bordingiz, 3 oydan keyin qochoq qoldingiz va aeroportdan chiqib ketadigan kuningizgacha qochoq qolgan muddatingiz 3 oydan oshmagan bo'lsa, 3 oyga deport qiladi. 3 oydan oshgan bo'lsa, 4 oy, 5 oy, 5,5 oy bo'lsa, unda sizni 6 oyga deport qiladi. Ya'ni C102 kodi bilan. Buning yonida boshqa kodlar ham bo'ladi. 120, 164, 136 bo'lishi mumkin bilet puli. Lekin C102 aniq sizda bo'ladi. Yana kimlarga? Shartli kirish qildi, qochoq qoldi. Voy, talabalar dedim-ku. Mana hozir bitta talabani bilaman, 5 oy qochoq qilgan, shartli kirish qilgan, o'qish ham kira olmadi. 10 kuncha turmizga murojaat bilan kirgan. Viza bilan kelgan kamiga. Bu ham hozir chiqib ketsa C102 bilan 6 oyga deport bo'ladi. Men unga aytdim, maygacha chiqib keting dedim. Yoki o'tirmizdan rad kelganda qo'l qo'yganlar, ularni ham qo'l qo'ydi, 10 kun ichida chiqib ketdi, chiqib ketmadi, qochoq qolgan muddati 4,5 oy yoki 5,5 oy. Yoki polis ushlab oldi. 4 oy qochoq qolganingiz, ko'chada polis ushlab oldi, qo'lingizga qog'oz berib 1 kundan keyin qo'yib yubordi, bor o'zing ket uyingga deb 20 kun ichida chiqib ket dedi. Ana o'shalar 20 kunda chiqib ketmagan bo'lsa, qochoq qolgan muddati 5 oy, 3 oydan oshsa, 6 oyga yetmasa, jazo to'lasa, to'lamasa C102 kodi bilan deport bo'ladi. Demak, polis ushlab deport qilinganlar, polis chiqib ket deb chiqib ket, ogohlantirish bersa chiqib ketmaganlar, shartli kirish qilib qochoq qolganlar, o'tirmizdan rad kelganda chiqib ket deb ogohlantirish olib chiqib ketmaganlarni qochoq qolgan muddati 3 oydan oshdi, 6 oyga yetmadi. Bularning hammasi C102 kodi bilan 6 oyga deport bo'ladi. Jarima to'lasa ham, to'lamasa ham. Endi mana shunday holatda-yu, lekin qochoq qolgan muddat 6 oydan oshib ketgan bo'lsa-chi, unday holatda jarima to'lasa, to'lamasa 1 yilga deport bo'ladi. Ularga C103, C102 emas. C102 ni qanday ochsa bo'ladi? Viza bilan ochsa bo'ladimi? O'zi 6 oylik deport. Buni nima qilasiz viza bilan ochib? O'zi 6 oy. O'zbekistonda yashay olmaysizmi 6 oy? Uyingizdan ilonmi chiqqan? 6 oy yo'q, sabr qilmayman, ketaman, kutamayman desanglar, bu kodning yonida boshqa kodlar bo'lmasa, C102 ni yonida boshqa kodlar bo'lmasa, unda vizaga murojaat qilishingiz mumkin. Yonida kodlar bormi, yo'qmi, qo'shimcha uni deportni tekshirtirish orqali bilishingiz mumkin. Kimlarda bu koddan boshqa kod bo'lmasligi mumkin? Mana Turkiyaga birinchi marta bordi, hech kimga uchrashmadi, polis ushlab deport qildi. Ishxonadan emas, shunchaki ko'chadan. Yoki hech kim bilan uchrashmadi, hech qanaqa dokumentga murojaat qilmadi, shunchaki o'z ixtiyori bilan chiqib ketdi, aeroportda C102 oldi. Mana shular vizaga murojaat qilishi mumkin. Endi qanaqa vizalarga murojaat qiladi? O'ranchi viza, chalishma viza, har qanday vizani turiga murojaat qilishi mumkin. Yoshiga qarab, ish beruvchisiga qarab. Bu haqida video qilganman, 10 minut gapirganman. Bugungi mavzu C102 kodi haqida edi. Endi keyingi videoda C101 haqida gaplashamiz.
Sog' bo'ling, salomat bo'ling. YouTube sahifamga obuna bo'lib, like bosishni unutmanglar.